Varudu nandandanali va tobulu top top tobali. Top tobi top tobi top tobi top tobali. Yo, nima gap? Bugun non-farm bor. Bugun non-farmda savdo qilamiz. Bugun soqqa qilishga harakat qilamiz. Короче, hammaga salom. Sizlar bilan yana Inconfix kanalining admini. Va bugun non-farm bor. Non-farm bo'lsa, roppa rosa 5 minutdan so'ng chiqadi. Non-farm bu Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tgan oy davomida yangi yaratilgan ish o'rinlari bo'lishi kerak. Adashmasam, bu narsa juda ham iqtisodiyotda muhim ko'rsatkich sanaladi. Shuning uchun ham bu dollarga, DXYga o'zini ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi va buni orqasidan albatta oltinda ham katta volatilnost, ya'ni aktivlik va faollik olib keladi. Xullas, bugun mana shu eventda savdo qilishga harakat qilib ko'ramiz va yangilik chiqishiga уже 5 minutdan ko'ra kamroq vaqt qolyapti. Короче, men hozir RoboForex'ni savdo qilaman va buni har safar aytib o'tib ketyapman. Shunda ham kommentariyada kimdirlar bu propmi, bu demomi, har xil savollar bo'lyapti. Bu RoboForex'da prosent hisob turi. Tak, o'zim uchun muhim deb sanagan bir nechta levellar, aniqroq qilib aytadigan bo'lsam, 2 dona level qo'yib olganman. Pastda bunisi support, yuqorisidagi bo'lsa сопротивление. Top tobi top tobi top tobi top tobali, vasaq vasaq saqsaqali. Qanchalik ehtiyotkor bo'lib savdo qilsak, bu faqat o'zimizning cho'ntagimizga, depozitimizga yaxshi. Lekin men birinchi harakatda yuqoridan ko'ra ko'proq pastga bo'lishini taxmin qilyapman. Shunaqa fikrdaman, balki unaqa bo'lar, balki unaqa bo'lmas. Lekin birinchi navbatda pastga qanaqadir suqib olsa kerak. Bilmadim. Lekin ko'rinishdan menga birinchi pastga impuls beradiganga o'xshayapti. Shuning uchun shunchaki birinchi kuzatganimiz ma'qul deb o'ylayman. Hatto давайте bitni ochib ko'ramiz. 30 sekund vaqt qolyapti. Давайте bitta hozir teoriyani sinaymiz. Kichikroq lotda, kichikroq risk bilan buy ochib ko'ramiz. Avvallari men ko'p ko'rgan narsa, agar pastga impuls bo'lgan ekan, keyin yuqoriga harakat. Может, bugun yuqoriga harakat bo'lib, keyin pastga до конца tushar. Xo'p, 10 sekund vaqt qolyapti. Давайте buy ochishga ulguramiz. Buy ochdik. Hatto lekin meni fikrim aytib o'tib ketganimdek, birinchi pastga impuls bo'lishi mumkin. Xo'p, bo'lmasa yangilik chiqdi. Yo'q, aytdim-ku, pastga impuls bo'lishi mumkin. Tushib agar soyasini yangilaydigan bo'lsa, yana bir marta mana bu joydan buy ochib olishga o'zimga позволять qilaman, ruxsat beraman. Shu joyda o'zida ham lekin o'rtoqlar adashmasam 120 punkt u yoqqa bu yoqqa bo'ldimi shunda? Lekin mana bu joyda qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda mahalliy haylarni yangilab oltin, даже mana bu hayni ham yangilab o'ribdi, hammasini yangilab pastga bosim bilan tushayotganiga qaraganda, по-любому mana bu yerdagi 4 soatlikda pastiga soya qo'yish kerak, по правило qo'yish kerak. Давайте bo'lmasa mana shunga ishlaymiz. Hozir baylarni yopamiz va sellga ochamiz. Tak, давайте birinchi sellga ochib olamiz. Sellarni tiqib oldim. Короче, xo'p, mana bu joydagi baylarimizni yopib yoramiz. Yaxshi, narx yuqori ko'tarilganda yopdik. Endi faqat kutish qoldi xolos. O'ylaymanki, pastga yaxshigina mana shu joydan pak etib tushdi. Kutaman. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Menimcha soya qo'ydi, juda yaqin kelibdi. Давайте mana shu joyda bitta, ikkita, o'zi orqasiga qaytyapti menimcha. Uchinchisi ham yopamiz va mana buni bo'lsa biroz ushlab turamiz. Around, say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I wanna demonstrate. Vot, o'rtoqlar, menimcha o'ylaymanki 100% mana shu joyda uje soya qo'yib bo'ldi. Wow, mana bu joydan uje qancha punkt oldik? 90 punkt uje profit qildik. Pastga mana bunaqa go'zal tushda davom etyapti. Soya qo'yib bo'lganini hisobga oladigan bo'lsak, может bu joydan bir buy ko'rishimiz mumkindir. Может deyapman, bu ham aniq emas. O'rtoqlar, men mana shu joydan buy ochmoqchiman. Давайте buy tiqamiz mana shu joydan. Nimagadir juda ham buy ochishim kelyapti. Takkak mana bu joyda urven bor, adashmasam. Давайте take profitlarni yuqoriga qo'yib qo'yamiz. Yuqoriga ko'tarib, to'lqa pastga harakat bo'lmasa kerak degan umiddaman. Hatto yana до конца tushyapti. Давайте yana bitta buy tiqamiz. Endi bo'lsa kuzatamiz. Mana bu atrofgacha bitta ko'tarilsa ham bizga yetadi. Mana bu atrofgacha uje, lekin 160 punkt atrofida ekan. Hozir oltinda juda ham katta volatilnost, juda ham katta aktivlik bo'lyapti. Mana bu atrofga biling yetib ko'tariladigan bo'lsa, bitimlari tars yopib borib bugungi savdoni tugatsak ham bo'ladi. Aytgancha, agar sizga ham RoboForex brokeri qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoning izohida ham RoboForex brokerning rasmiy veb-saytini
ro'yxatini qoldirib ketaman, ana o'shanga bosib ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Va agar yana qaytarib aytaman, mustaqil ro'yxatdan o'ta olmaydigan bo'lsangiz, RoboForexdan ro'yxatdan o'tish bo'yicha 2025-yil uchun qilib yangilangan versiyasini kanalimga joylab qo'yganman. Ana o'sha videoda ko'rib, birga-bir qadamma-qadam harakatlanib ro'yxatdan muvaffaqiyatli o'tib olishingiz mumkin. Avvallari RoboForexda faqat bir oyda 2 marta hech qanaqa komissiyalarsiz pul chiqarib olish imkoni berilardi. Hozir bu 3 taga ko'paygan. Har oyda 2, 3, 4 haftasining seshanba kunida hozir hech qanaqa komissiyalarsiz bemalol spokойно ishlab chiqarib olishingiz mumkin. Давайте mana shu joyda bitimlarda endi sekin yopib borsak ham bo'laveradi. Plus bilan yopildi va agar yana jicha ushlab turgan bo'lganimizda, adashmasam qancha 140 punkt atrofida profit qilgan bo'lar edik ekan. Mana shunaqa gaplar. Xo'p, o'rtoqlar 4 soatlik mana bunaqa holatda yopildi va keyingi ochilgan 4 soatlik hozircha pastga qarab tushmoqchiga o'xshayapti. Bu juda ham tabiiy. Yangi ochilgan soatlik biroz pastga tushib, agar yuqoriga ko'tarilish niyati bo'ladigan bo'lsa, shu joyda birinchi mana buni tagini yangilash kerak, agar yuqoriga ko'tarilmoqchi bo'lsa. O'rtoqlar, xullas men mana shu joydan sell olmoqchiman. Давайте sell olaman va take profitini mana bu minimumda yangilanishiga, ya'ni 100 pipsga qo'yaman ekan. Xo'p, 100 pipsga sell ochdim. Yuqoriga ko'tarilsa yana bir marta sell olishim mumkin. O'zimga ruxsat beraman va nimaga? Buni bo'lsa hozir tushuntiraman. Tak, давайте yana bitta sell qo'shamiz mana shu joydan. Yo, take profit 100 pipsda. Endi bo'lsa ko'ramiz, kuzatamiz. Nima uchun bu joydan sell? Nima uchun men sell ochishga qaror qabul qildim birdaniga? Xo'p, agar 1 soatda qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda eski supportdan pastda yopilgandi va даже mana bu yerdagi supportdan ham pastda yopilganini ko'rishimiz mumkin. Lekin atak umumiy qaraydigan bo'lsak, mana bu yerdagi supportdan respected bo'lib yuqorida yopilyapti. Da, halaveri mana bu support aktualniy. Da, to'g'ri, bunga ham qo'shilaman. Lekin yana bir narsa borki, bu faqat meni o'zimning shaxsiy fikrim. Mana bu ostiga qaraydigan bo'lsak, mana bu yangi ochilgan 1 soatlik ostiga qaraydigan bo'lsak, nimani ko'ramiz? Lovini yangilamasdan yuqoriga qarab ketib qolganini ko'rishimiz mumkin. Mana bunga e'tibor beradigan bo'lsak, yuqoriga ko'tarilgan switchida birinchi minimumni yangilab, keyin yuqoriga qarab yaxshi harakat bo'lgan. Mana bularda ham hammasida shunaqa e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi yangilab, keyin yuqoriga qarab harakat bo'lgan. Va xuddi shunga mana bu joyga o'xshash situatsiya mana bu yerda ham bo'lgan, ya'ni flat yuqoriga harakat, pastga tushadi, atkat beradi. Atkat bergandan so'ng mana bu yerda ham birinchi yashil switchi minimumda lowni yangilaydi, keyin yuqoriga harakat bo'ladi. Bu joyda ham o'ylaymanki, da ahmoqona tuyulishi mumkin, lekin men bu narsani avvaldan juda ham ko'p ko'rganman, ya'ni mana bu joyda hozircha resistance turibdi va agar mana bu 1 minutlik olib qaraydigan bo'lsak ham, mana bu joyda oltin kelib yuqoriga bir marta harakat bo'ldi-da, to'g'ri, mana bu joyda birorta minimum yangilanmasdan yuqoriga qarab mana bunaqa flat simon harakat ketyapti. Istagan paytda bu mana bu joydagi resistancedan pastga bir marta jo'stki atkat berib, ya'ni atskok deymizmi, atkat deymizmi, mana bu joydagi lowlarni yangilab kelishi mumkin. Ya'ni pastga mana bundoq tushib, lowlarni yangilab, vot undan keyin qaytib ko'tarilsa, unda o'zi ko'tarilishi seryozniyroq, kuchliroq bo'ladi deb o'ylayman. Prosta men juda ham ko'p kuzatgan, juda ham ko'p ko'rgan narsa, agar oltinni qanaqadir bir kuchli harakat bo'ladi, tepaga yoki pastga, yuqoriga yoki pastga kuchli harakat bo'ladi, undan so'ng agar razvorot olish kerak bo'ladigan bo'lsa, odatda mana keldi, pastda biroz mana bu atrofda yurdi, давайте chizadigan instrumentimiz qani. Xo'p, yuqoridan pastga kuchli harakat bo'lyapti-da, to'g'rimi? O'zi tushundinglar deb o'ylayman. Keyin mana bu joyda mana flat biroz yurdi-da, keyin mana bu joyda pastini minimumni yangilamasdan yuqoriga qarab ko'tarilib ketdi. Odatda bunaqa bo'lganda mana bu pastdagi flat agar yangilamay ketadigan bo'lsa, narx qaytib kelib, birinchi mana shu low'ini yangilab, vot undan keyin ko'tarilganda o'zi likvidni olib ko'tarilgan bo'ladi va yuqoriga qarab ko'tarilishda bir qanaqadir mantiq bor bo'ladi deb o'ylayman. Tushundinglar degan umiddaman. Some different plans, it's broken by design, and I left all of my friends. I wish that I was fine, but the pain it never ends. It's never summertime, winter always pulls me in, and I feel so lost, and I feel so down. No, this pain won't stop, with my face up on the ground, and I wish I could drop, and just make myself drown, in the life that is not. Yeah, you always let me down. You left me outside in the cold again. I think I'm alright, but I'm lost within. Took over my life so
O'rtoqlar mana bunaqa pastga bir marta reaksiya berdi. Xo'p, mana shu joyda men bitimlarni bularni ham yopib yuboraman. Tak, yopamiz. Mana shuni bo'lsa, давайте stopini mana bu atrofga qo'ygan holatda ushlab turamiz. Nimaga endi bitimlarni mana bu atrofgacha ushlab turmadim? Da, просто bugunga уже profit olib bo'lganman. Zachем menga hozir nimanidir isbotlash yoki ushlab turish? Hatto men tajribamdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, yuqori ehtimol bilan mana shuni baribir yangilagani kelishi kerak bir marta. O'rtoqlar, men nima degandim? Mana uni yangilagani keladi deganmidim. Buni yangilamasdan cho'tta yuqoriga qarab uchib ketish prosta bu g'alatida. Prosta bu narsani men kamdan kam ko'rganim uchun tajribadan kelib chiqib shuni aytgandim. Shunaqa gaplar bitimda qayerda yopib borganim bu muhim emas. Muhimi o'ylagan ideyam va qilingan analiz, tajriba. Vot mana nima muhim. Prosta men srochniy bir joyga ketishim kerak edi. Ochig'ini aytganimda o'rtoqlarim chaqiryapti. Shuning uchun bitimlarni yopib borishga bu ham bir sabab bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Vot mana yangiladi. Juda chiroyli. Xullas, shunaqa qilib o'rtoqlar bugungi videoni mana shu joyda yakunlamoqchiman. Hammaga xayr, hammaga katta rahmat, like uchun, prosmotr uchun, kommentariy uchun, poddershka uchun. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha hammaga paka.